Assalomu alaykum YouTube kanalimizning hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugunga 4 dona qo'zg'ochqarimiz yetib keldi. Ular yosh oila egalaridan 5-6 oylik qo'zlar ekan. Xudo xolasa yeb ichishiga 100% garantiyasi bor. Dastlabkalari vodiy bo'ylab besplatni uyog'i kelishgan holatda qilib beramiz. 3 ta qora, 1 ta oq. Dumbaraz nizamlar ham hamma joyda bir xil, xudo xolasa. Soni 4 donaga qolgan sheriklari ham bormi? Yo'q, bash 4 dona. 4 dona. 4 dona arashanada sari sovuq qo'chqorlar. Sari qo'chqorlar. Nech puldan? 4,5 4,5 million so'mdan xayri bor. Assalomu alaykum. Mana akalar, ikkinchi partiyasiga kattalardan Kattalarlar yoshlari. o'zi hali yaxshi. 8 oylik atrofida. 8 oy atrofidagi Qo'shib beraman, sizga sotdim. 4,50 dan beraman, 6 tasi bor. hop 5 million soni 6 dona ekan akalar. Sizgacha. 4,70 mingdan beraman. Bo'ylar qaramlagan bo'ylarni. Berasizmi? Mana sizga qo'shimga sotdim mana. 5 dan beraman. Muborak deyapman. Qolganlari ham o'sha 75 80 ga o'raslar akalar. Qo'shiq tog'a. Yeb ichishiga bir hafta kafolati bor. Sog'lik salomatligiga hop dastlabkalarimizga keladigan bo'lsak, dastlabkamiz vodiy bo'ylab besplatni uyog'i kelishgan holatda. Azli bular narx qanchadan? Narxi 5,5 dan o'tib beraman. 5,5 million so'mdan o'tib beradigan joyi ham bor ekan. Nomerlari Yazbek. 93lik 438 438 50 52 50 qisqa raqamli aloqaga chiqarasizlar. 2 metrga 7 aloqadamiz. Telefon qilishini bitiraman. Telefon qilganda ishi bitta ekan mana akalar. Shoshilinglar. Mana akalar keyingi partiyasiga arashallardan. Aka bu soni nechta? 7 dona. 7 dona. Mana akalar yeyishlarni ko'ryapsizlar. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Optimga 58 dan bor. Optimiga 5,8 dan xayri bor ekan akalar. Vodiy bo'ylab dastlab. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ham ichida ekan. Qo'ylar qaranglar. Dumba razmisalari ham o'zi kelishgan holatda. Bo'ylar nechaga beramiz? 75 chiqsa kerak 80 75. Ha, endi 75-80 pilis o'rtasida. Nomerlar qoldiramizmi aka? 99lik 140 22-23 qisqa raqamli aloqaga chiqarasizlar akalar. 24 ga yetdi aloqadalar akamiz. Aka telefonga odamda shuni bitiramiz a? Xolos ana akalar. Qo'ylar yuzlar qaranglar. Bo'lakchalaridan. 58 dan. Hop akalar, bugun biz Namangan shahar yoshlar baraka bozoriga kiribmiz akalar. Xudo xolasa bugungi videolarimiz davom etadi. Xudo xolasa tugadi. Sog' salomat bo'linglar. Mana bozor yakunlanib qoldi akalar. Xudo xolasa syomkalarimiz yoqqan degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar akalar. Shunaqa chiroyli videolarda uchrashguncha xayr-maxzur.